Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2026-yil 21-avgust navbatdagi prezidentimizni Sirdaryo viloyatiga sotildi bu. Bundan bir haftalar oldin zakaz kelganlar, bugun tayyor bo'ldi. Akamni olib ketyaptilar bugun. Aka qanday? Yo'q, rahmat. Ko'ngildagiday bo'ldimi? Siz aytganday bo'lib yasaldimi? Ha, albatta, chiroyli. Narx-navodan ko'ngil so'q. Ko'ngildagidek emas. Rahmat. Yaxshi kunlarga xizmat. Bu prinsipimiz xudo xolasa Sirdaryoda faqat to'ylarda yuradi. Akada sahna ko'rinmalarni olib boradi. Kim to'ksa to'ylarga olib boradilar. To'ylarda ko'rsangiz o'zingiz baho beraverasizlar ishimizga. Ko'rishingiz mumkin. Buni razmeriga kelsak, 1 yillik 2 yillik razmerda bo'ldi. Balandligi 1.30, qo'ldan chekanda 1.30 bo'ldi. Mana ishchani ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib taxlaganmiz. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Resurlar baquvvat resurlardan qo'yilgan. Ramola shivellerdan tiyinli qilib, mana chiroyli qilib taxlab berganmiz. To'q montajlarni qilib, parkovlar o'zlarida bor ekan. Sharovoy qilib mana taxlab berdik. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanib, manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar.